Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Motobloglarda Optim bazasidan xarid qilaman deb yurgan akalarimiz uchun bugun agroservis do'konimizdagi barcha turdagi motobloglarni hamda mini kultivatorlarni sizlarga narx-navosi bilan tanishtirib o'tmoqchiman va kimdagi mana shu turdagi motobloglarda Optim bazasida katta sklatdan suv tekin narxlarda shu turdagi motobloglarni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, ekranning pastiga nomerimni qoldirib ketyapman. Bemalol aloqaga chiqib suv tekin narxlarda mana shu turdagi motobloglarni xarid qilib olishinglar mumkin. Undan tashqari bizning do'konimizda hozir juda ham katta aksiya ketmoqda. Bu aksiya qanday ukajonim deganlar uchun e'tibor beringlar. Mana shunaqa 5 yildan garantiyalari bor bolgarka apparatlar mutlaqo tekinga tarqatib yuborilyapti. Bu degani mana shu videoni ko'rib o'tirganingiz uchun mana shunaqa original bolgarka tekinga sizga berib yuboriladi. E'tibor bering, bu bolgarkamiz akalar ichida dokumentlari, qanot zashnilari akalar mana yangi holatida bo'ladi. Rich firmani ekan, ichida dokument hamma narsalar bilan komplekt holatda mana shu bolgarka apparat 1 so'm pulsiz mutlaqo tekinga sizga berib olinadi. Nafaqat bunaqa bolgarka apparatlar, bundan tashqari mana shunaqa shurpoyor naborlar. Bu shurpoyor naborlarimiz Devalt firmaniki bo'ladi akalar. Ichida ikkitadan ko'rib turibsizlar 48 vatlik batareya, zaryadni, undan tashqari sverlo, atverka golovkalari bilan jihozlangan. Boshqa do'konlarda 300 ming, 350 ming sotiladigan mana shunaqa shurpoyor nabor mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz sizga berib olinadi. Bu instrumentlardan tashqari 50 xil nozik instrument tekinga tarqatib yuborilyapti. Bularni tekinga olishni sharti juda ham oddiy. Hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib turib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozib qo'ying va bizning do'konimizga kelganingizda mana shunga o'xshagan 50 xil nozik instrumentni birini tekinga olib ketish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Bu degani hoziroq shu o'tirgan joyingizda videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'ying va bizning do'konimizga kelganingizda shu turdagi instrumentlar tekinga sizniki bo'lib qoladi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, tekinga instrumentlarni qanday qilib olib ketish shartlarini tushuntirib o'taman va kelib bemalol 1 so'm pulsiz instrument olib ketishinglar mumkin. Xo'p, endi motobloglarga o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik aytadi, ukajonim narxi arzonroq bo'lsin, uyga xo'jalikka ishlatish uchun hamma ishlarni qilib bersa juda ham yaxshi bo'ladi degan akalarimiz uchun mini kultivatorlarimiz yetib kelgan. Bu mini kultivatorlarimiz asosan 5 sotik, 10 sotik bo'lgan xonadonlarga juda ham yaxshi ish beradi. Yerlarni haydashdi, agat olishlarini, kultivatsiya qilish ishlarini, chizillashdi bemalol ishlab beradi akalar. Xo'p, ishlash prinsipini bir qator ko'rib o'tamiz. Oyoqlarida frezalari turibdi. Bu frezasi yordamida yerlarda 25-30 santimetrlikda chuqurlik haydasanglar bo'ladi. Yoqilg'i turlari bularki benzin bo'ladi. Yurishlari zavodnoy orqali bo'ladi. Yarimta tortganinglarda zavodit olib ishlab beradi. Kilogramlari juda ham yengil. Bitta qo'lda o'zida ko'tarsanglar bo'ladi. 25 kiloni yonverida bo'ladi mana akalar. Bitta qo'lda o'zida juda ham ixcham qilib ishlangan yosh kattaroq odam, yoshroq odam ham bemalol ishlata oladi. Aytib o'tganimdek bitta xo'jalikka juda ham yaxshi narsa hamda ekinlarni ichini kultivatsiya qilaman degan akalarimiz uchun juda ham zo'r tanlov bo'ladi. Buni eng qiziq joyi akalar, frezalari razmerga o'zgarib, bitta agattichgacha torayib, kengayib razmer bo'ladi akalar. Xo'p, ko'jonim narxlari qanchadan deganlar uchun bularimizni narxi eng arzon narxda 1.500 dan boshlab turib 2.600 gacha ko'rib turibsizlar. Har xil modellaridan olib kelib qo'yganmiz. Bexijolat aloqaga chiqib bulardan ham xarid qilishinglar mumkin. Aytib o'tganimdek, 1.500 ming so'mdan 2.600 gacha har xil variantlari bor akalar. Xo'p, ko'jonim bizga bular jichcha kichikroq qoladi. Bizga kattaroq variantlaridan ko'rsat deganlar uchun mana ko'rishinglar mumkin. 7 kuchli, benzinli, solarkali, farali hamma motobloglarimizni olib kelib qo'yganmiz akalar. Eng originalidan tortib, eng arzon narxlargacha 7 kuchli motobloglarimiz bor. Bularimizni narxlariga o'tadigan bo'lsak, bu 7 kuchli motobloglarimizning narxi atiga 3.300 dan boshlab 4.400 gacha har xil modellari bor. Ko'rib turibsizlar, assortiment juda ham katta. Undan tashqari akalar, xohlasanglar shunaqa yig'ilgan holatda, xohlasanglar orqa tomondagi yashil holatda ham xarid qilishinglar mumkin. Agroservis do'konimiz Optim shunaqa turdagi motobloglarning bazasi bo'ladi. Shuni hisobiga narxlar juda ham arzon, suv tekin narxlarda tarqatiladi akalar. Aytib o'tganimdek 7 kuchli motobloglarimiz ataga 3.300 dan 4.400 gacha hamma modelidan bor. Narxini kelishtirib arzon qilib beradigan joyi ham bor akalar. Kelsanglar bemalol arzon va suv tekin narxlarda qilib beramiz. Ukajonim bizga 7 kuchlik ham kichkinalik qiladi. Bizga kattaroq variantlardan ko'rsat deganlar uchun orqa tomonda mana 17 kuchli motobloglarimiz kelgan. 17, 9
13 undan tashqari salarkali benzinli motobloklarimizni har xil variantlarini olib kelib qo'yganmiz. Ko'rib bitta laykni bosib qo'yadigan joy akalar. Undan tashqari bitta zo'r yangilik bor. Atrofda 9 million, 9,5 million sotilayotgan salarkali motobloklar endi bizda 8,5 milliondan tarqatilmoqda. Aytib o'tganimdek, boshqa do'konlardan 1 million so'mdan arzon narxiga bizdan xarid qilishingiz mumkin. E'tibor beringlar. 17 ot kuchlik eng katta bo'lgan Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan yoqilg'i turi salarka bo'lgan salarkali motobloklar ichida eng kattasi bo'lgan salarkali motoblok ataga 8 million 500 dan tarqatib yuborilyapti. Akkumulyatorlari katta akkumulyator, statorli varianti bo'ladi. Kalitda yarimtada zavodit olib ishlab beradi. Oldida faralari, orqa tomonda tormozi, undan tashqari komplektatsiyasiga frezalari, undan tashqari dokument, kulish, videoni boshida aytganimdek bonuslargacha hamma narsasi bilan ataga 8 million 500 ming so'm baho aytilyapti. Bu narxdan tushib beradigan joylari ham bor. Bemalol kelib, boshqa do'konlardan 1 million so'm qimmat narxda olgandan ko'ra, Optim bazasiga kelib turib 1 million 1,5 milliondan arzon narxlarda olib ketishingiz mumkin. Benzinlilardan ham ko'rib turibsizlar, har xil turda, har xil assortimentda olib kelib qo'yganmiz. Keyin ko'pchilik so'ragan variantlaridan olib kelganmiz. Salarchniy motobloklarimiz ham satellitli variantlarini olib kelganmiz. Ko'jonim, bu satellitli variant qanday deganlar uchun oldin motobloklarni burish uchun o'ngga yoki chapga burib tortilardi. Hozir yangi chiqayotgan modellarimizda o'ngga yoki chapga burish shart emas. Prosta tak o'ng ruchkani bossanglar o'ng tomonga burilib beradi. Chap tomondagi ruchkani bossanglar chap tomonga burilib beradi. Bu original motobloklarimiz akalar. Narxlarni aytib o'tyapman, juda ham arzon suv tekin narxlarda tarqatilmoqda. Kimga qiziq bo'lsa, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Mana shu turdagi qishloq xo'jalik texnikalarni ko'rib turibsizlar. Optim baza katta skladi bo'ladi akalar. Va bu turdagi motobloklar uchun temir balonlar, chizellar, selkalar, pluglar, agatlar, hamma agregatlari 100% mavjud. Do'kon ichiga o'tadigan bo'lsak, do'konimiz ichida gustunechalik sepli motobloklarimiz ham mana ko'rishingiz mumkin. Har xil assortimentda yangi partiyalarni olib kelib qo'yganmiz. 9 ot kuchli, 7 ot kuchli benzinli, salarkali hamma modelidan bor. Bu tomonda mana o'tmaydigan dravilka, jodu apparatlari bulardan ham 100% olib kelib qo'yilgan. O't o'radigan apparat so'raganlar uchun mana o't o'radigan apparatlar, boshqa turdagi texnikalar va instrumentlar akalar, hamma texnikalar bu yerda Optim narxlarda tarqatamiz akalar. Manzilda aytib o'tyapman, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Ukajonim ko'chada xo'p Shurpayor nabor ko'rsatding, balgaka ko'rsatding, uni tekinga beraman deding, uni tekinga olish sharti qanday deganlar uchun shu videoga bitta like tugmasini bosib kommentga kirib hoziroq omad deb yozing va bizning do'konimizga kelib tashqarida hamda ichkarida ko'rsatgan turdagi istalgan bitta motoblokni xarid qiling va motoblokni sotib olganingizdan keyin do'konimiz ichiga kirib mana shu barabanimizni aylantiring va bu barabanimiz ichida mana shu ko'chada ko'rsatib o'tgan instrumentlarim va bundan tashqari boshqa 50 xil ochiq instrument shu barabanni ichiga joylangan. Kelasiz, motoblok xarid qilasiz, do'konning ichiga kirib barabanni aylantirib, nima sovg'a tushsa ham mutlaqo tekinga olgan motoblogingiz uchun sovg'a sifatida qo'shib berib yuboriladi. Aytib o'tganimdek, motoblok oling, kirib omadli barabanimizni aylantirib, shu yerdagi turgan qaysi instrument tushsa ham mutlaqo tekinga olib keting. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.